Do'stlar, hammaga salom Angliyadan. Xo'p, bugun juda uzoq kutilgan UFC jangi bo'lib o'tadi, ya'ni Stiv Ertsik bilan Ramzan Temurov. Bilasizlar, Ramzan Temurov raqibi poyezga jang qilgan, juda ham experience baland jangchi, ya'ni tajribasi ko'proq. Ikkita jang oldi, u o'zi poyezga urishgan, yutqazib qo'ygan. Hozir Ramzan Temurov juda ham yaxshi shans bor. Agar mana shu raqibini yutsa, agar vuzruvni yutsa, nokaut qilib, UFC xudo xolasa, menimcha Ramzan Temurovga yana bitta jangdan keyin o'sha pretendentga jang bersa kerak poyezga. Yoki pretendentga beradi bitta yutgandan keyin, yoki menimcha bundan keyingi jangi pretendentga bo'ladi, poyezga da'vogarlik jangi bo'ladi, undan keyingisi o'sha poyezga bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, xudo xolasa, Ramzan Temurov agar uddalasa, nasib bo'lsa, menimcha shu yilda o'zida ham balkim UFC poyezda O'zbekistonga kelishi mumkin, через Ramzan Temurov orqali. Shunaqa do'stlar. Bunaqa shansni Ramzan Temurov ham qo'ldan chiqarib qo'ymasa kerak. Meni prognozim bo'lsa, raqibi udari ham yaxshi bilasizlar. Agar parterda bo'lsa, menimcha Ramzan Temurovda ozroq tajribasi kamroq. Raqibi Ramzan Temurovni shu bir baribir priyom bilan olib qo'yish mumkin. Agarda so'gida bo'ladigan bo'lsa jang, menimcha endi bilmasak, jangda любой время любой narsa bo'lishi mumkin. Xo'p, yo birinchi yo 3-raundda Ramzan Temurov uni uxlatsa kerak. Ko'ramiz. Salom, Ramzan Temurovga bayat qilayotgan bo'lsalaring, o'zbekistonliklar kommentariyada bir podдержка qilib ketinglar, like bosib videoga. Ertaga natijalar bilan ko'rishamiz nasib bo'lsa. Kanalimga obuna bo'lib qo'yingizlar, uzoqlashib ketmangizlar.